Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Elnur Gaming va bugungi video biz 5000 ta sabzini yetishtirib ko'ramiz. Bizning maqsad 10 ta. Videoni oxirigacha ko'ring, afsuslanmaysiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimga obuna tugmasini bosib qo'ying. Birinchilardan ko'rish uchun esa qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Obuna bo'lishdan keyin hech narsa o'zgarmaydi. Videoning davomini ko'ring. Bizning maqsadni bilib oldingiz. Endi sabzilarni topsak. Mana bu men qurgan avtomatik ferma. Ancha-muncha qiyin bo'lgan. Bu yerda sabzi yo'q ekan. Xo'sh, endi qayerlarda sabzi bo'lishi mumkin? Keling, undan oldin sabzilarimni topib olsak. Qayerda sabzilarim bo'lishi mumkin? Sandiqlarni tekshiramiz. Bunisida sabzi yo'q shekilli. Sabzi yo'q bunda. Xo'sh, ikkinchi sandiqqa o'tamiz. Balki ikkinchi sandiqda bo'lar. Xo'sh, bor ekan, ko'rdim. Va terini qayerga qo'ydim? Terini ham qo'ydim. Mana buning o'rnida narsa bor ekan, komposterni qo'yib qo'yamiz. Keraksiz narsalarni qo'yib 5 dona bo'lgan sabzini olamiz. Ketmon ham kerak albatta, lekin undan oldin tosh ketmonda qilgim kelmadi. Va men o'zimdagi taxtani olib, uni cho'pga aylantirdim. Va cho'pdan esa men uchun eng noodatiy bo'lgan ketmonlik olmoqni yasadim. Ketmonlik. Sababini esa videoning davomini ko'rsangiz bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video davomida men mob ferma qurishni ham o'rgataman. Negaki bizga siyokni ko'p kerak bo'lar ekan. Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Endi sabzi topamiz. Bu yerda ham nezirning narsalari albatta. Olma nezirniki. Bu yerda men qurilish narsalarim. Xo'sh, do'stlar, men 1 daqiqaga stop oldim va mana endi men o'zim kerakli bo'lgan narsani yasadim. Stop qilganimning asosiy sababi esa 5000 ta sabzi o'zi necha stakligini bilmoqchi edim. Va men 5000 ta emas, 10000 tani ko'rib qo'ydim. 10000 ta esa deyarli 157 stak. Va bu 6 ta sandiqqa to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun esa men sandiqlarni yasab oldim. Qayerga qo'ysam? Mana shu yerda biz sabzivoylarimizni qo'yamiz. Va mana shu 3 tadan bugun biz 2 ta, ikkinchisining yarmini to'ldiramiz. Birini to'liq, ikkinchi sandiqni esa yarmini to'ldiramiz. Xo'sh, endi uydan sabzilarni qidirishni boshlasak. Boya olmagan sabzimni 5 tasini oldim. Chunki o'zi 5 ta edi. Bunda yo'q edi, buni ko'rdim. Yana nimaga tekshiryapman? Bunda 21 ta bor. Menda 26 ta bo'ldi. Hali 5000 ta qilish kerak. Bu yerda ham nezirniki, bu yerda esa yo'q ekan. Bu sandiqda yo'q. Xo'sh, endi boshdan yetishtirishga to'g'ri muz qilib qo'ydi. Buni yechib qo'ygan yaxshi. Va endi olmos ketmon bilan qilamiz. Olmosni men sehrlash uchun olganimni keyin bilib qoldim. Xo'sh, bu bog'imning oldida, bog' emas, nima deylar, tomorqamning oldida creeperni portlatib qo'ydim. Va mana bularni ham ekdim. Endi ikkinchi tomorqaga o'tsak. Bularni ham olamiz. Kartoshka bilan kun kechirganman. Xo'sh, 3 tasini oldim. Videoni to'xtatib, kechqurun ham bo'lib qoldi. Mana hozir kunlarni eslab qoling. 140 kun. Va men necha kun sabzi yetishtirishimni bilmas edim. Monster bor. Qurollanib hozir monsterni yo'q qilamiz. Xo'sh, qilichni olamiz. Qaraymiz, mana zombi bor ekan. Bir sakrab turib ursam o'ladi. Ana 2 ta, ikkinchi ulol, 2 ta, 3 ta, triple kill. Temir ham tushdi. Temir noyob bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, silk touch. Sehrlarni nimaga o'qiyapman? Xo'sh, endi uxlasak ham bo'ladi. 140 kun ham deyarli o'z nihoyasiga yetdi. Uxlaylik. Va sleeping through the night. Uxlab turdik. 141 kun. Qo'limizga ketmonni olamizda yana tomorqaning ishlarini davom ettiramiz.
ikkita tomorqa bo'ldi. Uchinchi tomorqani ham tezda qilib tashlayman. Sabzi tushdi. Xo'sh, men moblar bilan urishish bilan birga barcha joydagi sabzilarimni oldim. Chunki aytdim-ku, 5 mingta sabzi kerak bizga. Negaligi esa bilmayman. Shunchaki 5 mingta sabzi. Videoni olishdan oldin men buni ancha oson bo'ladi deb o'ylagan edim. Lekin sabzilarni yetishtirish azob ekan. Bu yerda kartoshkalarning o'rniga sabzi eksa nima qilar edi? Suvni olamiz. Qurib qo'ygan joylariga solamiz. 142-kun va avtomatik tomorqamga ham borib ekib keldim. Xo'sh, suyak kukunlari bilan o'stirish men uchun yaxshi g'oya edi. Chunki ketmonim bilan ko'p tushadi deb o'ylaganman. Lekin aslida uni omad sehriga sehrlash kerak edi. Va men buni qildim. Faqat videoning oxirida. Xo'sh, men bu yerni to'g'riladim. Chunki bizga suv yetib kelmayotgan edi. Yorug'likni esa boshqa joyga qo'yib qo'yishga qaror qildim. Bizga loy kerak. Kengaytirish uchun emas, bu avtomatik ferma qurmoqchi edim, lekin qurgim kelmay qoldi. Chunki narsalarni yig'ish ham bir azob. Tosh kerak, tosh qaziymiz. Charchab ketganimda chiqib ham ketdim. Temir fermadan ozroq chiqib, yana lavaga tushib ketdim va uxlamoqchi edim. 145-kun ham o'tib ketdi. Va men sabzi yetishtirishda davom etaman 5 kundan beri. Sizlar uchun 5 daqiqa bo'lishi mumkin, lekin menda o'sha payt 50 minut edi. Videoga olmagan bo'lsam ham. Videoga oldim. Faqat ba'zi joylarda. Chunki boshqa joylarda kerakli narsa bo'lgani ham yo'q. Va mana shunday yetishtirdim. Ketmon bilan chopdim, yetishtirdim va shuncha suyak kukuni ham yetmay qoldi. Negaki bizga 10 mingta kerak. Lekin birinchi qismda 5 mingta qilamiz. Xo'sh, mana bularni olsak, qani tomorqamda nima gaplar ekan? Mana bu mening avtomatik tomorqam. Bu yerga tushib barchasini kattartirishni, pishishini tezlashtirishni boshlaymiz do'stlar. Xo'sh, mana shunday qilib. Uchun 1 daqiqa, sizlar uchun esa 2 soniya bo'ldi. Va men kechasi bo'ldi. Uxlab yubordim va avtomatik fermani ishga tushirdim. Bu avtomatik ferma. Yetishgan sabzilarni hopperlarga tashlaydi. Hopper varonkaga tashlaydi. Varonka esa ularni bir-biriga uzatib, mana bu tagida turgan sandiqqa tashlaydi. Va ko'ramiz 3 ta 7 ga 7 keladigan loy joylardan qani nechta sabzi kelar ekan. Sabzi mana shuncha bor hali. Sabzilarni oldim va boyagi joylariga ekib chiqdim. Va mana o'stirdim. Barchasini o'stirib bo'lgandan so'ng yana bir marta bosdim. Bu menga juda ham oson tuyulardi. Negaki bularni yig'ishtirishim kerak emas. Ekishim va o'stirishim men uchun biroz bo'lsa-da qiziqarli va osonroq edi. Endi yana ekish kerak. Lekin boshqa ishlar ham qilish kerak-ku. Xo'sh, mana buni to'xtatamiz. Sabzilarni joyiga qo'yamiz. Va yana ekamiz, o'stiramiz, uxlaymiz. 148-kun, 8 kun bo'lyapti video olayotganimga. Va mana necha stak to'pladim. 17 stak edi. Va men 1088 ta yetishtirgan ekanman. 17 stak 1088 ta. 8 kunda 1000 ta yetishtirgan bo'lsam, hisoblab ko'rsam, menga 5000 ta kerak. Va bu uchun 40 kun ketadi. Va men buni albatta tezroq qilishim kerak edi. Va qildim ham. Orqada bularni o'stirar edim. Va barchasi o'sgandan so'ng mana shuncha narsam qoldi. Videoning boshida men fermadan olgan barcha suyaklarimni qilmagan edim. Va bu suyaklar ham yetmay qoldi. O'sha avtomatik fermani 3-marta ishga tushirishim va bu rostdan ham foyda beryapti. 2 stagu 20 talarni olsak yetib qoladi. Tomorqani 7 ga 7 tomorqani barcha joyga qo'yishga. Bularni o'stirib chiqamiz. O'stirib chiqib mana shuncha to'plab qo'yibman. Va videoni ovozsiz olib, montaj vaqtida ovoz berdim. Kukuni umuman qolmadi. Shuning uchun yana suyak kukuni kerak. Shakar qamishdan esa ko'proq, kompost qilgan solsak ko'proq
suyak kukun tushadi. Negaki kompostda shakar qamishlar tezroq bo'lar ekan va barcha joydan men suyaklarni oldim. Kechqurun edi va men tepada shakar qamish joylarini qilmoqchi bo'ldim va qildim ham. Cheksiz suvni oldim, shakar qamishni ekdim va kompostga qolgan shakar qamishlarni tashladim. Va mana nima bo'ldi. Xo'sh, men bu yerlarga qaytib keldim va qasr emas, 4 ta minoraning joylari. Tungi janglar albatta qiziqarli bo'ladi, lekin uncha qiziqarli emas. Negaki nezarli bo'lib qoldim. Xo'sh, avtomatik tomorqaga keldim, o'stirdim va barcha qishlog'imdagi tomorqalarga sabzi ekib chiqdim va o'zimning tomorqamni ham kattartirdim. Chunki bu yetmayotgan edi. Xo'sh, kattartirdim, loylarni qo'yib chiqdim. Va albatta suvlarni ham. Suvlarni qo'yib bo'lganimdan so'ng esa ularni chopib chiqdim. Chopganimdan so'ng nima qilishim aniq. Sabzilarni olib kelib ekib chiqish. Bu juda ham oson tuyulishi mumkin, lekin menga o'sha payt juda ham qiyin tuyular edi. Men bu videoni olishda juda ham ko'p hayotdagi kunlarni ham o'tkazdim. Chunki Minecraftni doim ham o'ynamayman. Boshqa ishlarni ham qilish kerak. Va men bu yerdan suyak kukuni har doimgidek oldim va toshkavlashga tushib ketdim. Negaligini haliroq aytaman. Xo'sh do'stlar, mana mening basharam yo'q o'xshamadi boshqatdan. Xo'sh, mana men videoda 166-kun va men video ko'rmasdan ancha-muncha o'ynadim va mana natija. Bitta sandiqni to'liq to'ldirib, ikkinchi sandiqqa ham o'tdim. Negaki video olsam juda ham ko'p daqiqa bo'lib ketar edi va men buni videoga olmasdan qildim. Asosiysi buni qildim-ku. Men bu vaqtda kreativdan oldi deb o'ylamasligingiz uchun kunlarni ham ko'ring. Buni tepadagisiga solib yubordim. Hech narsa qilmaydi, baribir uni ham to'ldirish kerak-ku. Va men qaradim, bu yerni bir marta portlatib ham yubordim. Tepaga chiqish ham yo'q, chunki u yerni ham portlatganman. Xo'sh, kechqurun ham bo'lyapti. Shakar qamishlarni olamiz va kompostga tiqamiz. Negaki suyak kukuni-da sababi. Va men tepada tomorqa qurishga ham ulgurdim. Men shuncha narsaga ulgurdim. Chunki bizga juda ham ko'p sabzilar kerak. Xo'sh, mana bu yerda men yangi dizayn o'ylab topmoqchi bo'ldim. Va bu menga yoqdi. Tepaga chiqdim, sandiqlardan birini ochdim. Eshak emas, sandiq dedim men. Sandiqni ochdim. Va bu kerak emas. Buni olamiz va bir dona toshni ham olamiz. Va bu o'zim yaratgan dizayn edi. Xo'sh, nima qilishimni ko'ring. 4 ta pishirilgan toshni olamiz va bir dona o'zini ham 4 ta tarafga qo'yamiz va bir dona toshni o'rtaga qo'yamiz. Va buni biz barglar bilan o'rab chiqamiz. Barglar barcha joyga chiroy qo'shadi, ko'zlarni ko'rinadi. Shuning uchun mening ham mob fermamning ustida ham tursin dedim. Bu juda ham kichkina ko'rin. Shuning uchun bu yerlarga ham qo'shsak ancha yaxshi ko'rinadi deb o'yladim va barcha joyni 3-3 qilish kerak endi.